Binance'dan Humo kartaga pul chiqarish yo'llaridan birini ko'rsatib o'taman. Uning uchun aniqlab olinglar, pulinglar qayerda? Pastda o'ng tomonda aktivni bosamiz. Mana USDTda ozgincha 38 bor ekan, qolgani LTS da mana. Uning uchun pastda targovlarni bosamiz. Agar sizlarning pulinglar hozirgi aktivda qanaqadir ushlanib turgan bo'lsa, Mask USDT degan joy bor, o'sha yerda bosamiz. Endi sizlarda har xilcha ko'rsatishi mumkin. Poiskda yozamiz. Misol uchun menda LTS shu yerda pul saqlanib turgan ekan. Shuni bosaman. Mana bu yerda рыночный order, ya'ni srazu sotiladi. Продать bosaman. Mana bu yerda to'ldiradigan ползунок bor. Qancha sotib yubormoqchisizlar? Men 100% hammasini sotib yubormoqchiman va продать bosaman. Bo'ldi, sotildi. Hamma pulim endi USDT da ushlanib turibdi. Obnovить qilamiz. Mana USDT ozgincha 166. Endi главныйga kiramiz. Добавить средства shuni bosamiz. Купить за USS shunga kiramiz. Продать. Bu yoqda pulinglar qayerda ushlanib turgan bo'lsa, o'shani bosasizlar. Menda USDT shuni bosaman va 166 mi hammasini yozaman. Mana 1.982.000 so'm bo'lyapti. Sariga bosamiz. Bo'ldi, подтвердить. Endi pastda вывод USS shuni bosamiz. Так, buni пропустить. Mana вывод USS menda Humo karta bog'lanib turibdi. Sizlar ham bemalol ulab olishingiz mumkin. Undan keyin pastda продолжить bosamiz. Продолжить и hammasini chiqaraman. 1.986.000 so'm. Komissiya почти 30.000 so'm ekan. Bo'ldi, sarig'i bosamiz. Подтвердить. Pul srazu kartalarga tushadi. Chiqarib ishlatishingiz mumkin. Shunaqa oddiy yo'l bilan oldindagi tam P2P, unga o'tqiz, buni подтвердить qil, unaqa narsalar yo'q. Mana bu yerda endi mana bu pastga so'rayapti. Har xilcha metodlar bor, verifikatsiya. Moи pastga недоступны shuni bosaman. Menda yo'q chunki mana autentifikatsiya bor prilojeniyada, o'shani kodini qo'yib pulimni chiqarib yuboraman. Bo'ldi, shunaqa oddiy yo'li bilan Binance'dan Humo kartaga pulinglarni chiqarishingiz mumkin. Hammaga omad.